Hammaga assalomu alaykum. Bugun koreys tilidan 18-darsimizni boshlaymiz. Bugungi darsimizda birinchi mavzu nindeyo va ikkinchi mavzuyimiz ilkayo qo'shimchasi. Darsimizni yangi so'zlar o'rganishdan boshlaymiz. Kelishmoq, va'da bermoq. Yaksogil hada. Yaksogil hada. Va'daning ustidan chiqmoq. Yaksogil chikkida. Yaksogil chikkida. Uchrashuvni o'tkazib yubormoq. Yaksogil ogida. Yaksogil ogida. Uchrashuvga kechikmoq. Yaksoge nitta. Yaksoge nitta. Tashrif buyurmoq. Pangmunil hada. Pangmunil hada. Ma'lumot bermoq. Anne hada. Anne hada. Ma'lumot olmoq. Anneril patta. Anneril patta. Kutmoq. Kidarida. Kidarida. Uchrashuv. Yaksok. Yaksok. Ninde, inde, inde. Bu qo'shimchamizdan ikkita gapni bir-biriga qo'shish uchun foydalanamiz. Ninde. Bu qo'shimchamiz faqat fe'lga qo'shiladi. So'zlarimizdan da qo'shimchamizni olib tashlaymiz va ninde qo'shimchamizni qo'shamiz. Moqda, 먹는데. 오다, 오는데. Inde. Bu qo'shimchamiz otga qo'shiladi. Saram, saraminde. 친구, 친구인데. 월요일, 월요일인데. Inde qo'shimchamiz esa sifatga qo'shiladi va so'zimizda pachim bor yo'qligiga qaraladi. Agar so'zimizda pachim bo'lsa, inde qo'shimchamiz qo'shiladi. Agar so'zimizda pachim bo'lmasa, nde qo'shimchamiz qo'shiladi. Masalan, manta so'zimiz pachim bilan tugalganligi uchun inde qo'shimchamizni qo'shamiz. Manta, maninde. Keyingi so'zimiz kida. Kida so'zimiz pachimsiz tugalganligi uchun nde qo'shimchamizni qo'shamiz. Kida, kinde. Bu qo'shimchalarimiz gapda qanday kelishini ko'ramiz. 밖에 비가 많이 오는데 창문을 닫으세요. Tashqarida kuchli yomg'ir yog'yapti. Oynani yoping. Bu so'zimizda 밖에 비가 많이 와요 va 창문을 닫으세요 ikkita gap bo'lganligi uchun ninde qo'shimchamizni qo'shib bitta gapga aylantirdik. Va bu so'zimizda oda so'zi fe'l bo'lganligi uchun ninde qo'shimchamizni qo'shdik. Ne, 그럴게요. Xo'p, shunday qilaman. Karim 씨, 날씨도 좋은데 우리 오늘 놀러 갈까요? Karim, bugun havo yaxshi ekan. Aylanishga boraylik. 좋아요. 어디에 가고 싶어요? Yaxshi. Qayerga borishni xohlaysiz? Pizaga 맛있는데 더 드실래요? Bu pizza mazali ekan. Yana yeysizmi? Ne, 더 주세요. Ha, yana bering. Monika 씨, 어서 와요. Monika, xush kelibsiz. Ne, cho'dahe 주셔서 감사해요. Taklif qilganingiz uchun rahmat. 집이 참 좋네요. Uyingiz juda yaxshi ekan. 고마워요. 그런데 집 찾기가 어렵지 않았어요? Rahmat, lekin uyimni topib kelishga qiynalmadingizmi? 아니에요. 금방 찾았어요. 이건 진돌이 선물이에요. Yo'q, darrov topdim. Bu uy to'yi sovg'asi. 뭘 이런 걸 준비했어요?
voy ovora bo'libsiz. Osa 앉으세요. Marhamat, o'tiring. Sangcharining go'sil 좀 도와줄까요? Dasturxon tuzashingizda yordam beraymi? Anieyo, ta 됐어요. Yo'q, rahmat. Allaqachon tuzab qo'yganman. Kumbang so'zimiz o'zbek tiliga darrov deb tarjima qilinadi. Taklif, cho'de, cho'de. Taklif qilmoq, cho'dexada, cho'dexada. Taklifni qabul qilmoq, cho'deril patta, cho'deril patta. Sovg'a tayyorlamoq, sonmuril chunbixada, sonmuril chunbixada. Uyni izlamoq, chibil chatta, chibil chatta. Suhbatlashmoq, iyagiril nanuda, iyagiril nanuda. Kutib olmoq, majung nagada, majung nagada. Taom tayyorlamoq, imshigil changmanxada, imshigil changmanxada. Dasturxonni bezatmoq, sangil charida, sangil charida. Dasturxonni yig'ishtirmoq, sangil chiuda, sangil chiuda. Kuzatib qo'ymoq, peung hada, peung hada. 우리 집에 친구를 초대했어요. 그리고 한국 음식을 장만했어요. Men uyimga do'stimni taklif qildim. Koreys taomlarini tayyorladim. 우리는 함께 상을 차렸어요. 음식을 다 먹고 상을 치웠어요. Biz birgalikda dasturxonni bezatdik. Ovqatni yeb bo'lib, dasturxonni yig'ishtirdik. 나는 집들이에 초대를 받았어요. 그래서 선물을 준비했어요. Meni uy to'yiga taklif etishdi. Shuning uchun sovg'a tayyorladim. Bugungi ikkinchi mavzuyimiz ilkayo qo'shimchasi. Fe'lga qo'shilib, taklif ma'nosini ifodalaydi. O'zbek tiliga mizmi deb tarjima qilinadi va doim so'roq ma'nosida keladi. Agar so'zimiz pachin bilan tugalsa, ilkayo qo'shimchamiz qo'shiladi. So'zimizda pachin bo'lmasa, ilkayo qo'shimchamiz qo'shiladi. Tatta. Bu so'zimiz pachin bilan tugalganligi uchun ilkayo qo'shimchamizni qo'shamiz. Shunda tatta so'zimiz tadilkayoga o'zgaradi. Tatta yopmoq, tadilkayo yopamizmi? Chunbixada. Bu so'zimiz pachimsiz tugalganligi uchun ilkayo qo'shimchamizni qo'shamiz. Chunbixada tayyorlamoq, chunbixalkayo tayyorlaymizmi deb tarjima qilinadi. Keyingi so'zimiz mandilda. Mandilda so'zimiz oxirgi pachimi l harfi bilan tugalganligi uchun ilkayo qo'shimchamizni qo'shamiz. Qolgan so'zlarimizda ham agar so'zimiz l harfi bilan tugalsa, bularga ham ilkayo qo'shimchamizni qo'shamiz. Mandilda tayyorlamoq, mandilkayo tayyorlaymizmi? Chega sonmuril chunbixalkayo, men sovg'ani tayyorlaymi? Bu so'zimizda chega men so'zi borligi uchun biror narsa qilaymi deb tarjima qilinadi. Agar ilkayo qo'shimchamizni boshidagi ot ikki kishidan iborat bo'lsa, qo'shimchamiz mizmi deb tarjima qilinadi. Agar bir kishidan iborat bo'lsa, oddiy savol ma'nosida keladi. Ne, sumishiga sonmuril saseyo, chega keykiril salkeyo. Ha, Sumi siz sovg'ani sotib oling, men tort sotib olaman.
제가 창문을 닫을까요? 맨 내려자는 옆아이마. 네, 닫으세요. Ha, yapayım. Ker yuvaş kukuni. Seje, seje. Hojatxona qog'ozi. Hyuji, hyuji. Tuvakdagi gul. Xwabun, xwabun. Qahva piyolasi. Kopi-chan, kopi-chan. Qoshiq va ovqatlanish tayoqchalari. Sujo, sujo. Soat. Shige, shige. 날씨가 추운데 따뜻하게 입으세요. havo sovuq, issiqroq kiyining. 아기가 자는데 조용히 하세요. chaqaloq uxlayapti, jim bo'ling. 어제 산 우유인데 벌써 상했어요. kecha sotib olgan sutimku birpasda achib qolibdi. 오늘은 일요일인데 집에서 쉬세요. bugun yakshanbaku uyda dam oling. 계속 치료를 하는데 감기가 낫지 않아요. uzoq vaqt davolansamda shamollashim tuzalmayapti. 동대문까지 가는데 몇 분 걸려요? 동대문gacha borishga necha daqiqa ketadi? 오늘 수업 여기까지입니다. 수고하셨어요.